Har bir mulohaza yolgonni yashiradi, deyishadi. Lekin shamol qum o'rniga shivir-shivirlarni olib yuradigan katta qorgon qishlogida Kozgu yillar davomida jim bo'lib qolgan edi. Amina opa tozalagan kungacha. Bu oddiy tushdan keyin boshlandi. Quyosh past, havo og'ir, ko'chalar bombosh, eski loy devorlar yonidan o'tayotgan zanglagan velosipedlarning ovozidan tashqari. Amina buvisining o'limidan keyin meros bo'lib qolgan. 1800 yillarda bir vaqtlar yonib ketgan madrasa xarobalari ustiga qurilgan vayron bo'lgan eski inshoot. U birinchi marta kirganida u chang, tuz va xira metall hidi edi. Buvisining xonasida rangi ochgan yashil mato ostidan uni topdi. Baland bo'yli, kamar shaklidagi oynani, yog'och oymakorlik Qur'on oyatlari tishlagan izlariga o'xshardi. U changni artdi va qisqa vaqt ichida aks ettirish undan oldin miltilladi. Uning yuragi to'xtadi. U bu yorug'lik nayrangi deb o'ylab orqaga qadam tashladi. Lekin Kozgudagi kozlar uniki emas edi. Ular qorongiroq, yoshi kattaroq va yer ostida gongillayotgan narsaga tolgan edi. O'sha kechasi u yolg'iz ishaning namozini o'qiyotganida, u o'sha xonadan zaif taqillatishni, uchta yumshoq mushtni eshitdi. U ichkariga kirganida, Kozgudan boshqa hamma narsa hamon edi. Ichkarida nimadir nafas olgisi kelgandek, deyarli sezilmas tebranib turardi. Qishloq aholisi har doim buvisi yarim tundan keyin kozgularga gapirib, tirik narsani tinchlantirganday she'rlar o'qishini aytishgan. Amina buni xurofot deb rad etdi. To o'sha taqillama yana, bu safar oyna ortidan. Agar siz hali ham tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va ushbu hikoya haqida o'z fikringizni izohlarda bizga bildiring, chunki keyingi voqealar sizni ko'rgan har bir fikringizni shubha ostiga qo'yadi. Amina yaqinroq engashib, nafasi stakanni tumanlab, "Kim bor?" deb pichirladi. Tuman yo'qolmadi. Bu so'z o'rniga tashnalikka aylandi. U ortiga qoqilib ketdi, yuragi quloqlarida gursillab ketdi. Ertasi kuni u qishloq imomidan Kozgu haqida so'radi. Uning yuzi oqarib ketdi. Uning so'zlariga ko'ra, bir paytlar buvisi madrasa xarobalarini o'nlab yillar davomida ta'qib qilib kelgan jinni ichiga qamab qo'ygan. U ko'rgan narsasi bilan oziqlanadi, dedi u jimgina. Hech qachon qo'rquvni ko'rishiga yo'l qo'ymang. Ammo qo'rquv Aminaning tomirlarida allaqachon ildiz otgan edi. O'sha oqshom yomg'ir dars ketgan derazalarni urib yuborganida, u zalda kimdir ohista yig'layotganidan uyg'ondi. Qo'lida sham qaltirab, unga ergashdi. Yigi buvisining xonasi tashqarisida to'xtadi. Eshik oz-ozdan gijirlab ochildi. Ichkarida esa Kozgu yopilmagan, zaif yorug'lik bilan porlab turardi. Kozgu uning xonasini ko'rsatmadi. U cheksiz va qora cholni ko'rsatdi. Uzoqda turgan va uni kuzatib turgan bir figurali. Uning yuzi yirtilgan matoga o'ralgan, ammo ko'zlari tilla yonayotgan edi. Sekinasta unga qarab yura boshladi. Har bir qadam uning bosh suyagi ichida aks sado berdi. Havo sovib ketdi, deb qichqirdi. Amina Kozguni yashil mato bilan yopdi, lekin ovoz to'xtamadi. Taqillash yana, bu safar oyna orqasidagi devor ichidan boshlandi. Tong otishi bilan u imomning uyiga yugurdi. Unga Kozguni masjidga olib kelishni aytdi, shunda yana muhrlanadi. Ammo ular qaytib kelishganda, Kozgu g'oyib bo'ldi. Faqat polda yotar, yarmi yirtilgan va devorga kuydirilgan, "Menga yuzingizni ko'rsatdingiz" degan so'zlar edi. O'sha oqshom uning telefoni oz-ozdan yona boshladi. Kamera ilovasi ochilib, uning har bir yuzasida metall, hatto uzoq qaraganda ham o'z ko'zlaridagi aksini yozib oldi. U har bir oynani elektr tarmog'idan uzdi, har bir ekranni yopdi, lekin u hali ham uni tomosha qilayotganini his qildi. Kunlar o'tdi va qishloq odamlari uning aqldan ozganini pichirlay boshlashdi. Amina o'zini ichkariga yopdi va roza tuta boshladi. Har soatda Oyatul Kursiyni o'qirdi, lekin elektr quvvati ochdi. Kozgu orqaga qarab, xonaning o'rtasida, go'yo u doim bo'lgandek turardi. Va bu safar uning aksi tabassum qildi. U tiz cho'kdi va Qur'onni mahkam ushladi, lekin uni ochganida, "Meni qo'yib yuboring" deb yozilgan bir satrdan tashqari hamma varaqlari bo'sh edi. Buvisining ovozi uning orqasida aksado berdi, zaif, lekin yaqin edi. "Bolam, bunga qaramang." U baribir o'girildi va u yerda buvisi turardi. Uning yuzi kulrang, ko'zlari erigan mumga o'xshaydi, xuddi shu oynani ichidan ushlab turardi. "Siz mening o'rnimni oldingiz" deb pichirladi aks ettirish. Stakan tashqariga sinib, uning kaftini kesib tashladi. Qon oqarib zarrachalarga urildi. Xonani tutun to'ldirdi. Tozalashsa Amina yo'q edi.
Qishloq aholisi uyni bosh, faqat toza, sayqallangan va xonaning o'rtasida turgan yangi oynadan tashqari topdilar. Unda, agar siz yetarlicha uzoq tikilsangiz, mulohazangiz orqasida jim sozlarni gapirayotgan qizni ko'rishingiz mumkin edi. Bir hafta o'tgach, o'zining TikTok videosi uchun oynani o'girlashga jur'at etgan bola suratga olingandan keyin g'oyib bo'ldi. Uning telefoni kozguga qaragan holda yozib turgan holda topildi. Uning soyasi oz-ozdan harakatlanardi. Imom uyni muhrlab qo'yishni buyurdi, lekin kechalari hamon ichkarida chiroqlar miltillaydi va ba'zida odamlar ikkita duo o'qiyotgan ovozni eshitadilar, biri odam, biri yo'q. Oylar o'tdi va kozgu afsonasi tarqaldi. Katta Qorgonning arvoh kozgusi filmini suratga olish uchun Toshkentdan YouTuber keldi. Uning ekipaji ogohlantirishlarga kulib yuborishdi, lekin ular o'zlarining tasvirlarini qaytadan o'ynatishganda, ekrandagi har bir yuz biroz kechikib, haqiqatdan yarim soniya o'tib miltillashdi. U baribir videoni yuklagan. Bir kechada u million marta tomosha qilindi. Tomoshabinlar uning ortida kimnidir ko'rganini da'vo qilganlar, ya'ni kimdir chanqoqlik deb pichirlayotganini ko'rgan. Ertasi kuni YouTuber g'oyib bo'ldi. Uning studiya kamerasi hamon jonli efirda. Tasma kesilgunga qadar 12 soat davomida onlayn bo'lib, faqat qora cholning aksini ko'rsatib, yonib turgan bir figurani ko'rsatdi. Hech kim buni tushuntira olmadi. Endi mahalliy aholi kozgu sayohat qiladi, deyshadi. Ba'zida u bit bozorlarda, ba'zida esa eski mehmonxonalarda paydo bo'ladi. Uni sotib olganlar 3 kechada yo'qoladi. Politsiya o'sha xonalarga kirganida, ular to'shakka qaragan oynani ko'rishadi va aks ettirish hali ham nafas oladi. Hukumat bir marta uni musodara qilmoqchi bo'lgan, ammo tashish paytida yuk mashinasi haydovchisiz halokatga uchragan. Oyna yana g'oyib bo'ldi. O'tgan hafta samarqandlik bir chol nabirasi o'z aksi bilan gaplasha boshlaganini va to'xtab qolmaganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, u chiqishni xohlaydi. U oynani sindirib tashlaganida, undan suv to'kildi, sovuq, qora va cheksiz. Endi kozgu parchalari butun mamlakat bo'ylab tarqalib ketgan va ba'zida, agar siz kechqurun sochingizni tarasangiz, sizning orqangizda sizning aksingiz bo'lmaslik uchun juda baland bo'yli odamni ko'rishingiz mumkin va sizning ismingizni pichirlaydi. Agar bu sodir bo'lsa, 2 marta qaramang. Chunki u sizni bir marta ko'rsa, eslaydi. Oynaga qamalgan jin esa uni ozod qilgan yuzni hech qachon unutmaydi.